Nafsalarimizning buzuqligidan, amallarimizning nosharından Allah subhanahu va taolaga gina sığınabız. Kimni Allah Taala to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech kim to'g'ri yo'lga olmas. Shohidlik beram, Allohdan boshqa hech bir iloh, ibodat qilina turgan, tobina turgan zot yo'q, yolg'iz ul, uning tengdoshi yo'q. Ham shohidlik beram Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning quli ham elchisi. Ona, onun ahli beyti yaqinlarına, sahabelerine, tabi'inlerge, hem onlarning yolun devam etuvchi barcha mümin Müslümanlarga Allah Teala'nın rahmeti hem mağfireti bulsaydı. Bugün sözümüz hoş turunda bulaşak. Allah Teala Kur'an'da aytgan: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا." Kishi yetgan kishiga Allohga ibodat qilish uchun xosh qiluv farz qilindi. Tilda hoj degan so'z ol buyuklikka umtiluv deganni anglatadi. Shariatda hoj ol maxsus o'ringa, maxsus vaqtda, maxsus bo'lgan amallar bilan, yani bilgili bo'lgan amallar bilan bilgili o'ringa, bilgili vaqtda ziyorat qilish. Yani onda borib o'sha aytdik, bilgili o'rinda, bilgili vaqtda bilgili amallarni ishlav. Hoj ul islomning arkanlarining birisi. Kim uning farzligini inkor etsa, u islom dinidan chiqadi. Har bir ozod, aqlli, salomat, balig'likka erishgan musulmonga safari tamomlangancha transport bilan ta'min eta olirlik ham shuluq vaqtda oilasining yashashina yetarlik moli bo'lgan kishi hoj qilirga tegish bo'lar. Onday kishiga hoj qiluv farz bo'lar. Hoj qiluv Alloh taolaga tavakkal qiluvning ham bo'ysununing ko'rsatuvchi belgilaridan. Nechuk Ibrohim alayhissalom Robbisina bo'ysunda ham o'zining jonin, molin ham oilasin, ya'ni bolasin aymi Allohga tavakkal qilib Makkada qoldirdi. Hoj qiluv qiyomat kunina qadar Alloh taolaga bo'ysunuvni ham unga tavakkal qiluvni ko'rsatuvchi belgi bo'lib qolacak. Ibodatning bu turi moddiy sig'imlar ham fizik tirishlik talab etadi. Bundan tish hojda musulmonlarning zo'r jiyilishi bo'ladi. Boshqa el musulmonlari bilan aralashuv mumkinchiligi bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda aytgan: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Hojning farzligini kishilarga e'lon et. Ular o'zlariga foydali narsada qatnashish uchun belgili kunlarda ul belgilagan qurbonlarni sholgan vaqtda uning ismini zikr etish uchun sening yonga jayavlab ham yobiq diyorlarga o'tirib uzun yo'llar bilan kelashaklar. Ul qurbonning itin oshag'iz ham yorli kishilarga oshatig'iz. Ya'ni hoj qilir uchun kishilar bek yiroq yo'llardan turli transportlar bilan ilikki vaqtda endi jayavlab diyorlarda, otlarda yurganlar. Shuna ko'ra anga bek ko'p, bek niq tirishlik kerak bo'lgan. Hozirda endi aytik samolyotlar, butun turli transportlar buluga qaramasdan hoj qilir uchun baribir tirishlik ham fizik kuch kerak. Shuna ko'ra da hoj uchun aytik zo'r ajr va'da etilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Al-hajjul mabruru laysa lahu jazaa illa al-jannah." Qabul bo'lgan hoj uchun jannatdan boshqa ajr bo'lmayacaq degan. Agarda kishi hojni yerine yetkirib bütün şartlarına to'g'ri keltirib o'tasa, onun bütün gunohlari bitirilib, yana tug'an bola kabi gunohsiz bo'lacak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Men hajja lillahi falam yarfuth va lam yafsuq
رجع كيوم ولدته أمه. Kim Allah rizaligi uchun haj qilsa,